Assalomu alaykum. Har doim bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon xalqim, azizlarim, qadrdonlarim. Men sizlardan har doimgidek o'tinchim shu videomni kengroq tarqatib, yurtimiz rahbariga Saida Mirziyoyevga yetib borish uchun yordam berishlarini so'rayman. Chunki meni shu narsadan hech qachon qaytmayman. Toki prezidentimga yoki Saida Mirziyoyevga yetib bormaguncha har kuni video qilaman. Sababi prezidentimiz har kuni, har soat farmonlar imzolayaptilar xalq uchun. Menimcha u gaplar shunchaki safsata emas, bekordan bekor aytilmayotgandir o'sha gaplar. Nima sababdan u gaplarga amal qilinmayapti? Nima sababdan u gaplarga aytilgan farmonlar bajarilmayapti? Faqat suratda, rasmda, videoda bir qilingani 2-3 yilga yopilyapti. Mani bolam uchun shaxsan O'zbekiston Respublikasining xalq qabulxonasiga borib 6-iyul kuni murojaatlarimni tashlab keldim. Men bemor o'g'limni uyiga tashlab 6 soat yo'l yurib, 6 soat kutib, yana shunday ahvolda yarim kecha ertalab soat sahar 3 da chiqib ketgan bo'lsam, kechqurun soat 2 da uyga bir sutka yo'l yurib borib kelib, murojaatim tumanga qaytib kelib o'tiribdi. Menga portaldan telefon qildilar. Telefon qilib, mendan telefon qilib, sizni Adiz Boboyev bilan uchrashtirishda rejalashtiramiz. Maylimi dedilar. Mayli, hech bo'lmasa Adiz Boboyev bilan uchrashib borib aytay, qiynalayotgan azoblarimni aytay dedim. Lekin hech kim telefon ham qilmadi, Adiz Boboyev bilan uchrashuv belgilamadilar. Menga eng alam qilarli joyi murojaatlarim qo'l qo'ymay imzosiz yopilib ketdi. 2 marta prokuraturaga chaqirdilar. Men prokuraturaga borishdan bosh tortdim, chunki farzandim og'ir, bemor, tashlab chiqib keta olmayman. Ahvoli og'irlashib qolgan edi, mazasi bo'lmay. Keyin men davlat binolariga borgani qo'rqib qolganman, ayniqsa Kattaqo'rg'on tumanida. Qo'rqib qolganman. Yana aytaman, Tanzila Norboyeva kelganlarida tumanimizga, men hokimiyat binosining yoniga, maktabgacha ta'lim binosiga borib, o'zimdan quvilib chiqdim. Militsiyalar meni olib ketmoqchi bo'ldi. Men uni izoh bildirish uchun menga aytinglar, kimga, nima sababdan yomonlik qildim? Tuman hokimiga aytdim, tuman prokuraturasiga aytdim, respublika ichki ishlarga yozib murojaat tashladim, yana tumanimizga kelib yopilib ketdi. Mani aybim bolam uchun kuchli mutaxassis tekshiruv so'raganimmi? Reyestrda ayollar daftarida turib, har zamonda moddiy yordamga muhtoj bo'lganimda yordam beringlar deganimmi? Xo'p, men Rossiyada 10 yil vallarim bilan yurib, shu uy-joyimni chala uy-joyimni qilib, yaxshi kunlar qilaman deb qilgan edim. Menga afsuski, to'y qilmasdan bolamni jasadi chiqdi. Bir bolam bu ahvolda yotibdi. Kim Rossiyaga yomon niyatda boradi? Kim sho'xligidan, to'qligidan boradi? Qiynalganimizdan boruvdik biz ham. Oddiy dvorniy bo'lib ishlardik. Katta ishlamaganmiz. Oddiy insonmiz. Tish tirnoqlab, yemay ichmay ko'cha supurib, xabarovskni qorlarini, sovuqlarida qor kurab, shu uylarni ballarim bilan qilgan edik. Nima haqlari bor kelib bu uylarni rasmga tushirib biza qildik deyishga? Endi men hozir chala umaratimni qayrini buzib sotay? Qayrini buzib uchastkamni yarmini sotdim. Reyestrga kirgizganlar. O'tgan yil 18,5 million pul berdilar. O'shanda murojaat bilan chiqqanimdan Adiz Boboyevga murojaat bilan chiqdik, to'xtasa internetga chiqqanim uchun. Hozir mana balam yotgan uyda poli o'pirilib tushdi, chunki o'zimiz boshda turib qildirmaganmiz, nam tortib o'pirilib tushdi. Hozir baqa bu uyga olib o'tiribman. Bu uy sovuq bo'lar qishda, yozda bo'ladi. Oldi teraska uchun sovuq bo'ladi.
Nima sababdan hech kim xabar olmaydi. Qachon yig'lab murojaat qilib chiqsam xabar olishadi. Mayli, uyam, joyam hammasi kerak emas. Bolamni kuchli mutaxassis kerak deb men o'sha yerga borib, O'zbekiston Xalq Respublikasining Xalq qabulxonasining bo'lim boshlig'i Baxtiyor Jamolovga aytdim. Bizaga respublikadan professor bir martagina yuboring, kuchli professor tekshirib bersin. Tumandagilar taxmin tavakkal praktika bo'lib bolam 1 yildan beri dori darmondan charchadi dedim. Bolamni bultur o'tgan yili qo'rqitib meni siyolmay qoladi, buyragi ishlamayapti deb viloyatga oblastnoyga olib borib Samarqandga 15 minutga mendan ruxsatsiz operatsiyaga olib kirib chiqdilar, lazerli operatsiyaga. Narkoz parkoz bermay bolani yuragiga tushib siydik yo'lidan toj olganlar. Bola chiqdi-yu og'irlashib reanimatsiyaga tushdi. Yig'lab siqtab reanimatsiyaga kirsam, reanimatsiyada hali yana aytaman o'sha gapni. Konditsioner yoqib, bolani ustini ochib, muzlatib, davleniyasi tushib ketgan. Ba'zir ko'ziga keltirib uyga olib keldim. Men o'shandan beri hech joyga bolamni olib chiqmayman, hech kimga ishonmay qoldim. Mani aybim mana mahalla, mana prezidentimiz aytayapti-ku, har bir mahalla obod bo'lsin, har bir mahallani ko'chalari asfalt bo'lsin, yoriq tursin. Joyi keladi, bolam uchun doriga chiqish kerak bo'ladi. Ko'chalarimiz zim-ziyo, qip-qorong'i, yoritgich lampalar qo'yib, ko'chamizda asfalt qilib bering, hech bo'lmasa kirib kelayotgan ko'chamizni deb aytib charchab oxiri internetga ko'chani yamoqlarini hammasini ko'tarib chiqqandan beri 5-maydan beri tuman hokimimiz Jamshid To'lqinovich meni telefonimni bitta ham ko'tarmaydi. Xabarlarimni yig'lab yarim kecha bolam og'irlashib qoldi. Sizda so'zingiz o'tadi. Kuchliroq tumanimizda bo'lsa mutaxassis jo'natib yuboring, yo svitni yoqtiring deb yig'lagan murojaatlarimni ham o'qib javob qaytarmayapti. Men tuman hokimining ustidan shikoyat yozib kelgandim. 2 marta prokuraturaga chaqirdilar, bora olmayman, qo'rqaman men davlat binolariga borgan, Kattaqo'rg'on tumaniga. Tanzila Norboyeva kelgandan xabarim ham yo'q edi. Bizning tumanimizga Tanzila Norboyeva kelgan ekanlar. Men hokimiyat binosining yonidagi maktabgacha ta'lim binosiga ishim bilan borib o'tirgan joyimda meni grajdan oddiy formada yurgan bir yigit sizni kimligingizni bilaman deb hokimiyat binosining chetiga olib chiqib militsiyalarga quvdirdi. Ba'zir qochib qutuldim. Men prezidentimga bolam uchun yordam so'raganimmi? Aybim. Bolamga kuchli mutaxassis so'raganimmi? Bolamni men qimirlatgani qo'rqaman. Birgina kelib respublika bo'yicha bitta kuchli mutaxassis kelib hamma joyini tekshirib bersa bo'ldi, keyin yaxshi bo'lyapti degan edim. Nima sababdan hech kim hech qachon murojaatim yetib bormayapti meni. Menga ham o'yimmi, menga ham yoqyaptimi yig'lab chiqib o'tirish. Bolamga muhtoj bo'lsam ham karta qo'ying deydilar. O'shani ham gapiradi odamlar. Bolamni ustidan qancha pul yedilar, rasm videolarini qo'yib. Dunyo yolg'onchi emas, insonlar yolg'onchi. Allohdan qo'rqmayaptilar, Alloh huzuriga borishdan qo'rqmayaptilar. Bir bola dog'ida kuyib, bir bolasini 5 yildan bir kuyib yonib, yuziga termilib kecha kunduz ko'zi ko'r bo'lgan onani yana yig'latib kamsityaptilar. Balani Rossiyadan olib keldik. Ular o'lguningcha boshirishing kerak deyaptilar tuman hokimimiz. Kim javob beradi? Aziz Boboyev 31-dekabrda keldilar. Aziz Boboyev kelmasdan uyimni oldiga keldilar. Hech nima demay, hamma nima qilamiz dedilar. Xafa bo'lib ketadilar. Xo'p deb xafa bo'lib ketadi deb men ko'ngilchanglik qildim. Bironta dardimni aytmabman Aziz Boboyevga. Aziz Boboyev nazoratga oldim dedilar. Qani? Hech kim eshitmayapti-ku meni shuncha internetda zo'rlaganlarimni. Hech kim kelmayapti-ku. Mayli mutaxassislar keldi, boshini mutaxassis kelib tekshirdi, o'zgarish bo'lmayapti tiklab, lekin boshqa joyga mutaxassis kerak buni. Davleniyasi tushib ketyapti. Oshqozondagi shlenkasi tagidan suv ovqatlari chiqib ketyapti.
qo'rqmayapman, qo'rqmaydimi? Tuman hokimimiz bir emas 5 martalab ko'rgan balamni. Yostiqqa boshini qo'yib o'ylamaydimi? Mani balam o'g'lini shunday qarab, mani balam shunday yotib qolsa nima qilaman demaydimi? Olib o'tiradimikan uyida tumanni doktorlariga qarab? Yolg'onmi shu? O'zizni singlingiz kasal bo'ldi Jamshid To'lqinovich. Turkiyagacha yubordingiz. Mayli, jigariz, lekin mani bolam-ku bu. Nima sababdan bizani qishlog'imiz 2021-yil hech narsa qilmay obod mahalla bo'lib yopilib ketadi? Biza ko'chalarda qiynalyapmiz-ku. Hozir mana Kalish tarafda ariq qozib tashlagansizlar, bag'dan fermerlar loyini chiqarib tashlagan ko'chalarni. Gapirsang yana bizani bosim o'tkazadilar. Gapirma deydilar. Qachongacha haqiqatni gapirmaymiz? Qachongacha haqiqatni gapirmay jim yashaymiz? Svet o'chaveradi. Stalbalar ko'milganda hali kabelga o'tgan yo'q. Ko'chalar qorong'i. Dori darmonga chiqishga qiynalamiz vaqti kelsa kechalari bilan. Qishloqda bemor bor, og'ir bemor bor. Men dunyo so'ramadim. Prezidentimiz chiqarayotgan farmonlardan yordam so'radim, kistalardan so'ramadim-ku. Iltimos, Saida Mirziyoyevna, mani murojaatimni eshiting. Bizani O'zbekistonimiz bedarvozami? Yurtimiz boshi bok Shavkat Miromonovich nima uchun yetib bormayapti?